Rossiyadan O'zbekistonga pul yuborish endi yanada qulay va tushunarli. Anjirpay moliyaviy ishlaringiz uchun yagona ilova. Rossiyadagi bank kartalaridan Humo, Uzkart va Visa kartalariga pul o'tkazmalari, shuningdek naqd pul yuborish xizmati ham mavjud. Kommunal xizmatlar, internet, TV, jarimalar, soliq va kredit to'lovlari 24/7 qo'llab-quvvatlash xizmati. Anjirpay Rossiyadan O'zbekistonga qulay pul o'tkazmalari. Ilovani barcha platformalardan yuklab oling. Assalomu alaykum aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Kanalimizda mehmon bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Markaziy bank tomonidan belgilangan xorijiy valyutalarni O'zbek so'miga nisbatan 7-mart kuni uchun amal qiladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15,72 so'mga ko'tarilib, 1 AQSh dollari 12,191 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 AQSh dollari 1,219,125 so'mga teng bo'ldi. Yevro kursi esa 40 so'mga pastlab, 1 yevro 14,111 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 100 yevro 1,411,137 so'mga teng bo'ldi. Rossiya rubl kursi esa 0,88 so'mga pastlab, 1 Rossiya rubli 154 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 Rossiya rubli 154,200 so'mga teng bo'ldi. Qozoq tangasi esa 0,06 so'mga pastlab, 1 qozoq tangasi 24 so'm tashkil etdi. Bundan ko'rinadiki, 1000 qozoq tangasi 24,690 so'mga teng bo'ldi. Eslatib o'tamiz, har kunlik dollar, yevro, rubl hamda qozoq tanga kurslarini kuzatib borishni istasangiz, kanalimizga obuna bo'lib, qo'ng'iroqcha tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. E'tiboringiz uchun kattakon rahmat.